Salom do'stlar. Hozirgi paytda O'zbekistonda eng yaxshi sotilayotgan Geely'ni ikkita modeli elektromobil hamda gibrid modellarini sizlarga to'liq obzor qilib beraman. Albatta, birinchi o'rinda gibrid modelimiz qiziq, chunki uzoq masofalarga oilaviy va kam xarajatli modelimiz hisoblanadi. Oldi ko'rinishi yopiq holatda ko'rayotganingizdek, elektr hamda benzin dvigatelda birga ishlaydi. To'liq umumiy masofasi CLTC hisobida 1110 km va realist yurib beradigan VLTP masofa hisobida 1000 km masofani, kamida 980 km masofani bosib o'tadi. Mashinamizning yon tomondan ko'rinishi 4.7 uzunligi hisoblanib, Goodyear, ya'ni 19 razmerda Goodyear balonlari qo'yilgan. Mashinamizning yon tomonidan qaysi mashinaga, ya'ni qaysi brend avtomobiliga o'xshatyapsizlar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'p, mashinamizni to'liq obzor qiladigan bo'lsak, 360 kamera, slipovoy zona, besключевой достуp va ichki salon qismi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tay, 5 xil kuzov rangi hamda 3 xil salon rangi bor. Oq, oranjiviy va temniy ranglardan. Xo'p, avtomobilimizda обогрев сиденья, обдув сиденья, hattoki orqada ham обогрев сиденьялari bor. Xo'p, podsvetkalarni ko'ryapsiz. 120 xil podsvetkasi bor, ya'ni eshik tomonda, torpedka tomonda yonadigan chiroqlari bor. Qulayligi tomondan gapiradigan bo'lsak, adaptivniy cruise control, climate control, полосу держания, avtotormojение, даже head-up displeylari ham bor. Xo'p, mashinamizda голосовой управлениялari ham bor. Uni hozir birgalikda eshitib ko'ramiz. Hi Geely. Я слушаю. Открывай люк. Xo'p, ko'rib turganingizdek, avtomobilimizni ruslifikatsiya qilingan va rus tilida bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Mabodo isib ketadigan bo'lsangiz, abdufni yoq yoki bo'lmasa sovuq bo'lsa, pechka yoki обогрев yoq desangiz ham sizga tayyor yordamchi. Ekrandan boshqarishingiz yoki qandaydir knopka boshqarishingiz shart emas. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimizni faqat rulini ushlab ketsangiz va o'zingizga qulay bo'lgan tezlikda haydab ketsangiz bo'ladi. Qo'shimchasiga ko'rayotganingizdek head-up displaylari ham bor oldinda ekranda. Xo'p, avtomobilimizda avtopilot ham bor, ya'ni intellektualniy cruise control. Buni ko'pchilik bilishi mumkin, bilmaganlar uchun aytib o'tishim mumkin. Mashinangiz ketayotganida tezligingizni belgilab turib, ya'ni bu adaptivniy cruise haqida gapirmayapman. Bu faqat tezlikka ushlab beradi, siz rulni boshqarib ketasiz. Intellektualniy cruise controlda ham tezlikni, ham rulni, ham palasani bemalol ushlab ketadi. Siz rulni ushlamaysizda, me'yorida ogohlanish, ya'ni har ehtimoliga qarshi yo'lga qarab ketasizmi, yo bo'lmasa biroz dam olib oyog'ingizni cho'zib ketasizmi? Shu holatda boshqarib ketsangiz bo'ladi avtomobilimizni. Ko'rib turganingizdek, juda ko'p komfortlari bor, ya'ni 16 ta kolonkasi va bitta subwooferi bor. Bu ajoyib, ya'ni musiqani sevuvchilar uchun yoki uzoq yo'lga chiqqaningizda eshitib ketish uchun qulay musiqali joylari bor. Xo'p, yana bir plus tomoni, bu yoqda haydovchi uchun podgolovnik bor, ya'ni telefon chaqirganda bu yoqdan bemalol eshitib ketasiz. Orqangizdagi yoki yoningizdagilar eshitmaydi. Ular sizning ovozingizni ham eshitmaydi, ya'ni siz kim bilan gaplashayotgan bo'lsangiz ovozini ham eshitmaydi. Qulay ketaverishadi musiqalarni pastroq qilib eshitib turib. Xo'p, orqa tomon sideniyalardan gapiradigan bo'lsak, bu yoqda ham 3 kishi bemalol ketisha oladi. Deflektorlari, zaryadniklari, обогрев sideniyalari bor. 3 kishi, agar 2 kishi ketadigan bo'lsa, podstakanchiklari ham bor. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Xo'p, mashinamizning orqa tomon bagajini ko'rsatmasdan oldin orqa dizaynini ko'rishinglarni maslahat berardim. Ya'ni bu qaysi avtomobilga o'xshab ketyapti? Izohlarda kommentariyaga yozib qoldirsanglar, xursand bo'lardim. Xo'p, avtomobilimiz elektr holatda orqa tomon ochiladi, ya'ni bagaj qismi ochiladi va 450 litr bagaj объем bor. Bu yoqda sizga qo'shib beruvchi zaryadka, переходник, nasos, kley, barcha qo'shimcha jihozlari bor va avtomatik holatda, ya'ni yopiladi. Bu bizni Geely EMI gibrid modelimizda. Qo'shimcha ma'lumot haqida aytib o'tsam, 1.5 atmosferli motor, 218 ot kuchiga ega bo'lgan plug-in batareykasi bo'ladi, ya'ni short blade bo'ladi, litiy temir fosfat. Xuddi BYD-nikiga o'xshagan batareyka bo'ladi, ya'ni yacheykali alohida. Xavfsizligi, chidamliligi,
va komfortlari tomonlama barchani o'ziga qaratayotgan o'sha mashhur Geely avtomobilimiz. Nimaga mashhur yoki nimaga xavfsiz deyapman, buni ko'pchilik biladi. Geely brendi Volvo hamda Zeekr texnologiyalarini sotib olgan holatda Yevropada xavfsizlik bo'yicha eng yuqori o'rinda turadi. Agar gapimga qo'shiladiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, xursand bo'laman. Bu yoqda bizni Geely, ya'ni EX5 faqat tokda yuradigan avtomobilimiz bor. Buni ham oldi ko'rinishi yopiq holatda, ajoyib LED faralari bor va bu mashinamizni CLTC hisobida 530 zapas xodi bizni sharoitga VLTP realnost yurib beradigan probegi 450, kamida 450 masofani bosib beradi. Mashinamizda ko'rayotganingizdek 360 slipovoy zona va 19 razmerli Goodyear ballonlari bilan jihozlangan va buni ruchkalari o'zgacha bo'ladi. Ko'rayotganingizdek gibridnikidan ancha farq qiladi. Xo'p, avtomobilimiz buni ham xuddi shunday 5 ta kuzov rangi, 3 ta salon ranglari bor. Hozirgi esa salon rangi oq bo'lgani uchun juda chiroyli ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, podsvetkalari bor. Bu avtomobilimizda ham head-up display, полоса держания, avtotormojение va eng asosiysi bu avtomobilimizda ikkita old stenada massaj ham bor. Va bu yoqda atamankalari. Dadangizlarni, onangizlarni yoki yoshi katta mijozlar bo'lsa yoki tanishlar bo'lsa, oldinga o'tkazib qo'yib, oyoqlarini bemalol cho'zib ketsalar bo'laveradi. Xo'p, orqa tomon sidyena ham xuddi shunday. Gibrid bilan bir xil bo'ladi, ya'ni kengligi, qulayligi, boshqa. Bu avtomobilimiz ham plug-in batareya bo'ladi, ya'ni BYD-nikiga o'xshagan short blade bo'ladi. Mayda yacheykali bo'ladi. Bilasiz, mayda yacheykali bo'lganining sababi, agar batareyaga qaysidir tomonlama zarba beradigan bo'lsa, o'sha batareya, o'sha yacheykani o'zini almashtirsangiz ham bo'ladi. Misol uchun, boshqa avtomobillar, ya'ni boshqa elektromobillarda batareyaga zarba tegilsa, splashnoy batareyani o'zini almashtirishga to'g'ri keladi. Bularda 4 tomoni ham zashitalangan. Balka bilan 2 yon, orqa va hamda tag qismi ham. Xo'p, ma'lumotlar berildi, qo'ldan kelgancha ko'rsatildi. Xo'p, kimga kerak elektromobil shahar uchun, kimga uzoq yo'l uchun gibrid avtomobillarimiz kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, albatta to'liqroq va olish tartiblari haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va ma'lumot o'rnida aytib o'tsam, avtomobillarimizga albatta avtokredit, rassrochkalarimiz ham bor. Qo'rqmasdan boshlang'ich 25% bilan o'z avtomobillaringizni avtosalonimizdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi bir kun ichida. Sizlarni kutib qolamiz. Hammanglar o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.